Ushlamay. Qo'lni topib qolmaydi. Yo'q. Demak, bu ne ekan bu? Multimetr. Multimetr. Multimetr degan multi degan ko'p degan, metr degan o'lchayman. Ko'p narsani o'lchayman degan. Tushundinglar va? Demak, qaranglar. Mana bu yerda mana belgini yaxshilab ko'rib olinglar. Bu zazemlение deydi yoki zemля deydi, или ground deydi. Tushundinglarmi? GND sizlarning Arduino'da GND deyapsiz. Mana shu narsani beradilar. Ko'rdinglarmi? Mana belgi, ishora. Mana doskaga ham chizaman buni. Demak, mana shu yerga mana qarasa ulanadi. Kirgizlar. Tushundingmi? Bu almadi mana, almadi salmadi. Ko'rdingmi? Almadi. Bu minus degan so'z bu. Zemля, bu minus. Mana bu yerga com deganga qizilni tiqasizlar. Tushundinglarmi? Bu yoqqa tiqsanglar bo'ladi. Mana hozir mana shunday o'lchaymiz. Tushundinglarmi? Tiqqan paytda o'shani kirgizayotgan paytda ehtiyot bo'lsanglar, almashtirib qo'ymaysizlar. Almashtirib qo'ysanglar to'g'ri ko'rsatmaydi. Xo'sh, mana knopkani bir bosgan paytda o't qo'shiladi. Bu rejimi juda ko'p. Mana auto degan rejimda turibdi hozir bu. Auto degan rejim avtomatik aniqlaydi. Tok kuchini o'lchab o'tirsanmi, kuchlanishini o'lchab o'tirsanmi, qarshilikni o'lchab o'tirsanmi, o'zi aniqlaydi. Tushundingmi? Asli bizda ning o'rnini bosadi bu ampermetr. Ampermetrni o'lchaydi, ampermetr tok kuchini o'lchaydi. Tushundinglar? Voltmetr kuchlanishini o'lchaydi. Tok kuchi kuchlanishini ekansizlar hali bilmaysizlar. 6-7 sinfdan beri. Keyingi yil 8-sinfda o'tasizlar xudo xolasa. Qo'lni og'rimadi? Yo'q. Ko'rinib turmiz. Ha. Toshning. Ha. Demak, tok kuchini o'lchaydi va kuchlanishini o'lchaydi. Tushundingizmi? 10 metr degan bor, u qarshilikni o'lchaydi. Hozircha bizga shu ham kerak. Mana sen hozircha men kuchlanishni o'lchayman. Qarang, hozir men kuchlanishni o'lchamoqchi ekanman. O'z mana tarafi musbat tarafi, mana bu tarafi manfiy tarafi. Bu qarasi manfiy, bu musbat. To есть minus plus mana. Tushundingizmi? Tegizaman. Qancha ko'rsatdi? 36. 3/6. Mana teskari bo'lib qoldi. Nega bu teskari bo'lyapti? Bunday bo'lmasa kerak edi. Bunday bo'lmasligi kerak edi-ku. Zemля bo'lish kerak edi-ku. Com minus ekan mana. Adashibman. 3/6 mana. Adashma qarang. Com deganga negizma mana zemля degan o'sha yoqdan kelib turar ekan mana. Com deganga qarani qo'yasizlar. Mana qizilga qizilni qo'yasizlar. Tushundingmi? Tushundingmi? Bo'l mana shu yerda adashmaymiz. Plusga plusni, minusga minusni. Tegizlik qancha bo'ldi? 3.6 volt bo'ldi. Ko'rdingmi? Kecha qancha volt ekanini bildinglarmi? Sen bilmadik dedinglar. Qanday bilasizlar degan paytda bilmadinglar-ku. Mod yozilmagan mana hozir. Batareyada yozilmagan. Yozilgan bo'lsa, mana o'sha yarim volt. Mod yozsa yozilgan. Kecha aytdi, birov ne dedi? 3.7 volt ekan dedi. Mod yozilgan, birovlarga yozilmay keladi. Shuning uchun yozilsa yozilmasa ne qilamiz? Kuchlanish qancha ekanini, напряжение qancha volt ekanini ko'rib olamiz. 3.6 ekan. Ko'rinib, почти to'la. Keyingisini ko'ramiz. Qayog'i minus, qayog'i plus kim aytadi mana? Minus. Qara. Qancha? 3.7. Bu ham to'g'ri ekan. Bu qayog'i plus, qayog'i minus? Mana o'sha plus, ana minus. To'g'ri. 4 volt ekan. Перезаряженный ekan. Ko'p ekan. 3.7 volt bo'lsa 4 volt ko'rsatdi. Yaxshi. Demak, ninakka, boksnakka nima? Nabornakka. Nabor. Naborni ichida sizlarda rezistorlar bor. Rezistorlar. O'tganda ko'rsatganman ko'pchiligingga. Bunun için bir rezistorlar to'g'ri kerak. Hani bende var. Aç. Kimlar bor edi? Qol. Geç qol. Bu lampochka mı? Men xaridimmi? O'shga o'tirib. Qol. Ademismi men. O'shga deyapman. Yana kimlar bor? Menda bor aqlga. Ben o'shanday ko'p paket. Yo'qotgansizlar-ku. Yo'qotgansizlar, buni ichida rezistor bilan keladi. Pauza bosib tur hozir, men rezistor. Demak,
Bu rezistor. Bunun karşılığı biri yazılmaydı. Hatta mana ranglarni yaqinlatib ko'rsatdi. Hech manaqa. Mana shu ranglarga qarab turib, mana qara. Mayda masalan har xil rang turadi. Mana shu ranglarga qarab turib, asli aniqlanadi. Mana bu birovning polosasi qo'ng'ir bo'lib turadi hozir. Polosasi qo'ng'ir bo'lib turadi mana. Keyin qora, to'q qora, ko'ng'ir, ko'k shunday. Mayda yashil polosasi. Shu ranglarga qarab turib, qarshilik aniqlashga bo'ladi. Buni keyinchalik o'rganib olasiz professional urovenda. İşte. Hozircha qarshilikni mana bunday multimetr bilan aniqlab o'tiramiz sizlarga. Tushundingizmi? Proyektlashtayotgan paytda bu qarshiligini bilishlar kerak bo'ladi. Yozuv bo'lmagani uchun yig'lasizlar mana. Qara qancha ko'rsatib turdi? 0,10'da 976 mega ohm deb tur. Mega ohm deb tur. 974 ko'rinadi. Mega degan 970 o'shin 9000 10000 ohm degan so'z bu почти что. Почти что 10000 ohm degan so'z. Bu qarshilik. Buni ko'ringiz qancha ekan? Bu 10 kilo ohm ekan. 10 kilo ohm. Buni ko'ringiz qancha ekan? Tulan почти 10 kilo ohm ekan. Ko'rinadi? Mana shunday qilib qarshiligini ko'rib ketaverasizlar. Tushundingizmi? Keyin buning yana bir nesi bor, xususiyati bor. Mana tegizgan paytda chillaydi. То есть sim uzilganmi, uzilmaganmi shuna qarab biluvga bo'ladi. Agar sim mana bir simni uzilib uzilmaganini tekshirish uchun shunday buni prozvon deydi. Ichini uzilib ketgan ko'rish uchunmi? Tekshirish uchun. Masalan, o'g'ladim. Demak, nima deydi? Uzilmagan. Agar chiyillamasa ne bo'ladi? Uzilgan bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shunday funksiyalarni o'rgatdim. Demak, tok kuchini o'lchaydi, multimetr kuchlanishni o'lchaydi va qarshilikni o'lchaydi va uzilgan uzilmaganligini ko'ra biladi. 4 tane funksiyasini o'rgatdim buni. Tushundingizmi? Endigi masala. Men siz ko'rsataman dedim. Bayog'i anon. Manda işte. Ne kotunlar endi. Oturib olinglar joylaringga. Anlaymayman. Aslida ampermetr bunday bo'ladi. Quyida shkalalar bo'ladi. Qancha amper ekanini ko'rsatadigan. 0, masalan 2 6, 8 masalanda shuni A degan yozuv bo'ladi. Bu mana hali turibdi 100 ampermetrlar. Xuddi shunda yana ne bo'ladi? Voltmetr bo'ladi. Bu ham xuddi shunday streklar bo'ladi. 0, 2, 4, 8 masalada bu voltmetr. Bu voltmetr kuchlanishni o'lchaydi. Kuchlanish. Напряжение deymiz. Напряжение volt o'lchanadi. Mana tok kuchini o'lchaydi. Mana amperda o'lchaymiz. Shundan va mana shuni hammasini mana multimetrga qiladi bizga o'lchaydi. Endi bizga ne uchun kerak? Masalan, sizlarda lampalarning diod lampalari bor. Biroq qisq lampalar bor va bunu ne deymiz biz? Fotodiod deymiz, ha? Durustmi? Svetodiod deymiz. Bu svetodiod 3 voltda yanadi. Buna 5 volt yoki 4 volt beradigan bo'lsa, bu ishdan chiqadi. Tushundingizmi? Endi sizlarda 4 voltlik batareya var. Tushundingizmi? Lekin lampochka deylik 3 volt. Endi bo'lmasa neydi?
Bu 5 volt olsun. Mesela dedim prosto hisoblashni o'rganganlar keyin mana tushuntirib berasizlar. 5 volt mana 3 volt yanadi. Lampochka 3 volt yanadi. 3 volt yanadigan lampochka mo'g'a prямо olsak, ne bo'ladi? Fiyat. Shuning uchun Rezistor qo'yish. rezistor qo'yish kerak. Rezistor qancha o'rniga qo'yish kerak? Ana shuni hisoblab berishimiz kerak. Ma'lum yana bir ana svetodiodni qursak kuyadimi ikkovi? Ha, kuyadi bu. Parallel qo'shadigan kuyadi. Qara, u parallel ketmagan qo'shuvga bog'liq. Endi bunday narsa qaranglar. Aslida mana forma yaxshilab yodlab ko'rasizlar keyingi darsda. Bu hammamizga kerak. I teng U bo'lgan yer. Tushundinglarmi? Bu zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni deydi. Mana shunday formdan foydalanib biz nima qilamiz sizlar bilan? Qarshilikni hisoblaymiz. Qancha rezistiya, qancha qarshilik kerak ekan. Tushundinglarmi? Yaxshilab yodlab qo'yinglar. Tushundinglar? Yaxshi. Demak, keyingi darsda hisoblashni o'rgataman. Hozircha sizlar nima qilasizlar? Mana 3 ta 7 voltlik batareyani 3 ta 3 voltlik lampochkani yoqishga harakat qilasizlar. Tushundingmi? Birinchi bir donasini yoqasizlar, keyin 2 donasini, keyin 3 donasini, keyin 4 donasini, keyin 5 donasini yoqasizlar. Birinchi parallel yoqasizlar. Kecha o'rganganlar parallel yoqishni. Undan keyin nima qilasizlar? Ketma-ket yoqasizlar. Tushundingmi? Ne raziyasini aytasizlar. O'chirasiz.